Көз бекіш ойыны. Бұны қаршы ойыны деп ми атаймыз. Bu oyun həmin fəsildə və hər qandaq joyda oynashqa mos keladi. Oyunga qatnashadiganlar son jihatdan cheklanmaydi. Balalar 2dan ko'p bo'lsa, bu o'yinni o'ynaveradi. Oyunga qatnashquchilar avval o'z ixtiyorligi bilan 2-2dan guruhlarga bo'linadi. Ondan 1,5 metrdan 2 metrgacha orliq tashlab, bir-biriga qarab tuz turadi. Oyunning shu qitim qancha maydon o'yinadiganligi bekitilgandan keyin balalar o'zaro "Boshlandi!" deyishib ko'zlarini bir-biriga tikidi. Shart shuki, belgilangan vaqt ichida ikki bola ikki qo'lini yonga sangilatib, ikki putini juplab ravurs turishi, put qo'lini qalaymiqan harakatlantirib yoki eg'iz ko'zlarini g'alati holatga keltirib, qarshi tarafning diqqatini buzmasligi, bir-birini qasdan kirib qiqishga majburlamasligi, bir-birining ko'ziga g'alati qaramasligi, qarshi tarafni qasdan gap qilishga yoki u bu yerga qarashga zo'rlab, yengib olish g'arizda bo'lmasligi, bir-birining harakatini obdan kuzatib, belgilangan vaqt to'shqicha ravus turish lozim. Bir guruhdagi ikki bola o'yinning beshidagi shu kunlik o'yin vaqti, yengilguchiga berilgan jazo qatorliqlarni aniq bekitib olib, ondan rasmiy maydonga tushidi. Belgilangan vaqt ichida qaysi bola ko'zni qochirsa, yumuvasa yoki mitildasa, shu yengilgan bo'ladi. Birinchi qitimda o'z guruhida yengan bola boshqa guruhdagi yenguvchilar bilan musobaqaga tushadi. Oxirida shu kunlik o'yinga qatnashgan bolalar ichidan faqat birsila chempionlikka tanlanib mukofotlanadi. O'yin jarayonida "Qaçdi, uning ko'zi qaçdi, qochirdi, o ko'zni qochirdi" deganga o'xshash iboralarni ishlatishga bo'ladi.